bir-biriga oshiq bo'lgan ko'ngillarning doim birgina og'riqli nuqtasi bo'ladi. Ko'ngillar ko'p, lekin ularda mening ko'nglim yo'q. Lekin shundayin bir ko'ngil bor, uni menda ko'ngli yo'q deydi. Chunki oshiq bo'lishlikda, bir-birini sevishlikda siz sevgan inson sizni sevmasligi mumkin. Yoki siz sevmagan inson sizni sevishligi mumkin. Oshiq bo'lishi mumkin. Bu nimadansa bu hayot qonuniyati. Chunki shunday uxlayotgan qalblar bor. Siz uni sevasiz, lekin u sizni sevmaydi. Uxlayotgan qalblar bor. Sizni yo'qotganda ular uyg'onadi. Albatta uyg'onadi va attang qiladi. Lekin shunday uyg'oq qalblar bor, ko'ngillar bor. Sizni sevadigan, sizga muhabbat qiladigan, sizga oshiq bo'lganlar bor. Shunday uyg'oq ko'ngillar borki, sizni yo'qotishdan qo'rqib aslo ular uxlashmaydi. Haqiqiy oshiqlik ham mana shunday bo'lsa kerak menimcha.